Rose haqida 100 ta fakt. Qani ketdik. To'liq ismi Rosen Park. Koreyscha ismi esa Park Chi-yang deb ataladi. 1997-yil Yangi Zelandiyaning Okland shahrida tug'ilgan. 2026-yilda u o'zining 29 yoshini qarshi oldi. Bo'yi 1.68 sm, vazni doim 44-46 kg oralig'ida. U Avstraliyaning Melburn shahrida voyaga yetgan. Hozirgi boyligi taxminan 30 million dollarga teng. U Blackpink guruhining asosiy vokalchisi hisoblanadi. Uni butun dunyo oltin ovozli qiz deyishadi. Hozirda The Black Label bilan shaxsiy hamkorlikda. 1 yillik daromadi solo reklamalari bilan 9 million dollarni tashkil etadi. Rose dunyoga mashhur Saint Laurent global elchisidir. Uni dizayneri Anthony Vaccarello uni yengilmas deb biladi. Uning garajida dabdabali Mercedes-Benz G-Class bor. Shuningdek, u oq rangli Range Rover ham haydaydi. Rose Met Gallaga taklif qilingan birinchi K-pop idoli. Instagramda 80 milliondan oshiq obunachisi bor. Uning bitta reklama posti 450 ming dollar turadi. U Tiffany & Co zargarlik brendining global yuzi hisoblanadi. Rose gitara va pianinoni professional darajada chala oladi. U musiqiy asboblarni bolaligidan cherkovda o'rganishni boshlagan. Uning On the Ground qo'shig'i bir necha rekordlarni yangilagan. Spotify platformasida eng ko'p tinglangan K-pop solistlardan biri. Uning Gone qo'shig'i har bir muxlisning qalbini zabt etgan. Rose o'zining shaxsiy fan klubining nomini e'lon qilish arafasida. U K-pop olamidagi eng yaxshi jonli ijrochi hisoblanadi. Uning ovoz tembri dunyoda yagona va takrorlanmasdir. Rose Taylor Swift bilan bir marta studiyada ko'rishgan. 2026-yilda o'zining birinchi to'liq albomini taqdim etgan. Albomdagi qo'shiq matnini har birini o'zi yozgan. Uning garderobi Saint Laurentning eng noyob liboslariga to'la. Bir marta tadbirda 5 million dollarlik brilliant taqqan. Rose Owen ismli kuchukchasini boshpanadan asrab olgan. Kuchukchasi uchun maxsus Saint Laurentning sumkasi tayyorlangan. U o'zining noodatiy va estetik chizmalari bilan mashhur. Rose kastingda 400 kishining ichidan birinchi o'rinni olgan. YG'da stajyor sifatida 4 yil u 2 oy tayyorgarlik ko'rgan. U chap qo'lda yozadi, lekin gitarani o'ng qo'lda chaladi. Rose achchiq ovqatlarni va kimchi sho'rvasini sevadi. Uning ovqat yeyish ASMR videolari juda mashhur. U har doim sahna ortida juda ko'p suv ichadi. Rose K-popdagi eng estetik Instagram sahifaga ega. Uning shaxsiy uslubi rock and roll va lady uyg'unligidir. U Gollivud yulduzi Olivia Rodrigo bilan yaqin do'st. Ular Los Anjelesda tez-tez birga kechki ovqat yeyishadi. Rose Coachella festivalida eng hayratlanarli chiqishni amalga oshirgan. Uning sochlari K-popdagi eng sog'lom va chiroyli sochlardan biridir. Sochini sariq rangga bo'yab yurish uning tashrif qog'ozi. Asl sochining rangi qora bo'lgan. Uni muxlislari erkalab pasta, ya'ni makaron deb chaqirishadi. Rose aktrisa Hailey Bieber bilan do'stona munosabatda. U har bir intervyusida samimiyligi bilan ajralib turadi. Rose dunyodagi eng nufuzli musiqiy jurnallar muqofasida chiqqan. Uning kuchi his-tuyg'ularini qo'shiq orqali yetkazib berishdi. U o'gay yoki soxta munosabatlarni umuman yoqtirmaydi. Uning otasi va opasi huquqshunos. U K-popning eng aqlli va bilimli vakillaridan biri. Ingliz tilini Avstraliya shevasida juda yoqimli gapiradi. Uning ovozi hatto Disney multfilmlari uchun mos keladi. Rose doim o'zining shaxsiy kundaligini olib yuradi. U kiyimlarda vintage va qora ranglarni afzal ko'radi. Uning har bir klipi san'at asari darajasida suratga olinadi. O'zining shaxsiy samolyotida butun dunyo bo'ylab gastrollarga boradi. Uning yillik solo shartnomalari 20 million dollardan oshadi. U Rim va Parij shaharlarini o'zini ikkinchi uyi deb biladi. Rosening har bir chiqishi ijtimoiy tarmoqlarni portlatib yuboradi. U K-pop tarixidagi eng nozik didli ijodkor hisoblanadi. U mashhur rapper Kanye West bilan uchrashganini aytadi. Rosening ovozi terapiya kabi insonni tinchlantirishga qodir. U har doim muxlislari uchun maxsus qo'shiqlar yozadi. Uning shaxsiy kompaniyasi Label tuzilishi kutilmagan bo'ldi. Modellar kabi podiumda o'zini erkin his qiladi. Uning poyabzal kolleksiyasi minglab dollarlik brendlardan iborat. U har bir konsert oldidan ibodat qilishni kanda qilmaydi. Rose juda ham ta'sirchan va tez yig'lab yuboradi. Uning samimiyligi hatto unga nafrat qilganlarni ham eritadi. U o'zini nafaqat xonanda, balki kompozitor deb biladi. Rose K-pop olamining haqiqiy atirgul, ya'ni rozesidir. Uning imzosi tushirilgan gitaralar auksionda o'ta qimmat. Rose Apathy qo'shig'ini Bruno Mars bilan birgalikda ijro etgan. Apathy qo'shig'i YouTube'da 2.4 milliard ko'rishlar soniga ega. Bu K-pop tarixidagi YouTube'da eng ko'p ko'rilgan qo'shiq. Rose Rim papasi bilan uchrashish niyati borligini aytgan. Uning har bir posti kamida 5 million like to'playdi. U doim o'zi bilan kichik fotoapparat olib yurishni yaxshi ko'radi. Rose K-popning eng erkin va mustaqil ayol timsoli. Uning 2026-yildagi turi Amshlang bilan o'tib bormoqda. Uning konsertiga chiptalar auksionda 5 ming dollargacha ko'tarilgan.
qilgan. Uning ovozini hatto sun'iy intellekt ham to'liq takrorlay olmaydi. Rose sadoqat va do'stlik masalasida guruhda eng sodig'i. Uning kulgusi juda mayin va atrofdagilarga quvonch beradi. Rose o'zining shaxsiy parfum liniyasini chiqarishni rejalashtirgan. K-popdagi eng yuqori darajadagi vizualga ega. Libosida klassik va zamonaviy uslubni juda ajoyib birlashtiradi. Har bir yutug'ini o'z muxlislari bilan baham ko'radi. K-popning eng nufuzli va qimmatbaho aktivlaridan biri. 2026-yilda musiqiy olamda yangi davrni boshlab berdi. Kelajakda u dunyoning yirik musiqiy prodyuseri bo'lishi mumkin. YGning kelajakdagi asosiy quroli desak ham bo'ladi. Do'stlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Va keyingi video kim haqida bo'lishini yozib qoldiring. Sizlar bilan Aziz Uz K-pop kanalida bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha